Oxirgi paytlarda bitta narsani kuzatyapmanki, bolalar ertalabdan kechgacha chasnim aytyapti. Undan tashqari yana 2-3 talab sportda, kurslarda, xullas bolani vaqti umuman qolmayapti. Bu birinchi sinfdan 4-5 sinfgacha oralig'ida o'qiyotgan bolalarga tegishli bu gap. Bunaqa holatda bolani yoshlik holati umuman yo'qolib qoladi. Eskida gap bo'lardi, bolaligim podshohligim. U narsani bolaga berish kerak. Bola ozgina erkinroq bo'lishi kerak. Bola ozgina ota-ona bilan birga vaqt o'tkazish kerak. Ota-onani vaqti yo'q, bechora bola chasnim aytib kelaveradi. Ertalab 8 dan kechqurun 6 gacha bola maktabda nima qilsa qilib yuradi. Kechqurun 8 dan keyin chiqadi, trenirovkaga beradi, trenirovkaga boradi. Ota bilan bola, ona bilan bola o'rtasida tabiiyki bunaqa paytda muloqot yo'q qoladi. Bunaqa narsa bo'lish bolangizni prosta zombi bo'lib qolishiga, ya'ni robotga o'xshab katta bo'lishiga olib keladi. Siz bilan keyin gaplasha olmaydida, bo'sh vaqtida ham prosta telefon o'ynaydi, kompyuter o'ynaydi, bu narsaga chalg'iydi. Xullas shunaqa qilib umrini o'tkazib yuboradi va yoshi katta bo'lib qoladi. Yoshi katta bo'lib qolgandan keyin bo'lsa, bolangizni pashta yo'qotasiz. Bolangiz bilan qaytib aloqa qilishga qiynalasiz. O'shaning uchun bolangizni iloji boricha kichkinaligida bitta kursga beringlar. Bir kursga beringlar, yaxshi o'rganib, zo'r natija ko'rsatdi, keyin qo'shsanglar bo'ladi, kichkinaroq kursni. Sirazi 4 ta kursga birdaniga olib borish xato hisoblanadi. Farzand haqida ko'proq ma'lumot kerak bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar.